Salomlar keldi. Yeb qolinglar, qolinglar. Nimani og'zi kelyapti yana? Oyda otnamuncha erta bo'lmasa. Salomlar keldi. Olib qolinglar, yangi tandirdan uzilgan. Nimani og'zi? Jitel, nima bo'ldi? Salom, Deo. Men yangi don sotyapman. Ozgina qoldi, 2 dona qoldi. Salom, shuni nima qilaman men noningni o'chir batta sotmay qaytib soat necha bo'lganini ham bilmaysan hattoki. Soat ertalab ketdi. 7 sen kallangni ishlatib yur. 7da ham sotadimi? Nima ibatga qo'yib olding o'zi? Ha, ashka qo'yib keldim. Ha, sentrga qo'yib olmadi-da. Nima sentrga qo'yib olmaydi? Sentrga qo'yganda markazga qara, o'shancha joy turib baqa qo'g'irganingga qara, uxlashga ham qo'ymayapsan sen. Haydashni baqmaydi. Dori bo'lsa bo'pti, jim turaman. O'zi qancha noning qoldi? Atigi 5ta. Olasanmi? Ha, bo'pti, olaman. Ber bo'lmasa. Ha, 3-qatorga borib olaman. Pulini oldida. Qancha o'zi? Har bitta donasiga $10. $10? Sen o'ylayapsanmi $10 topishdi? Ha, nima skratlardan chiqqan doniga arzimaydi. Ha, bo'pti, ber, og'zing tezroq ochsin. 4 ekan, $40 beraman shunda. Ha, mayli, berganingcha beraver. Do'stlar, endi $40 olib beray. Ol. Mana, senga. Qo'ysan. Sendan boshqasi kerak emas-da, axir. Ha, rahmat. Bo'ldi, yetadi. Hammasini berib bo'ldimi? Qanday yana rahmat yetadi? Ortiqchasi kerak emas, tavba. Endi non sekin yeyaveramiz. Qani do'stlar, nomasi? Barcha salom do'stlar, sizlar bilan yana men Neo do'stlar. Sizlar bilan bugun biz Neo YouTube kanaliga yangi videoni joylayapmiz. Albatta like va obunani bosish esdan chiqmasin. Azizgincha vaqtlaring yetadi do'stlar, azizgincha. Menga bu katta motivatsiya bo'ladi va yangi videolar chiqarishda davom etaman do'stlar. Shunchaki shunday podpiska va like bo'ldi do'stlar. Assalomu alaykum. Voy, yana animi? Hozir hammasini olgandimi? Yana qoldimi ekan? $10 ketdi-yu, men yana ham ko'proq pul olishim kerak ekanda. Bo'lmasa Neo, yana keldingmi? Uxlashga qo'ymaysan-ku, axir sen yana shuncha non olib keldingmi? Nima qilibdi biznesda yangi tandirdan o'zingni hali bergan 4 ta noningni hali ham yeganim yo'qman. Bor boshqa joyga qo'yur, masalan, to'g'rigami? Mana Toshloqatdan keldi. Masalan, bu yoqqami qo'yur, nima bo'ldi batga qurasan uyim oldiga. Nima uyim oldiga qurding? Shu sentrga yaqinroqda. Sentrga qurdi bo'lmasa. Sentrda joy yo'q ekan. Sen bilan hozir gaplashamiz. Do'stlar, pechimiz sinmayapti. Vayda do'stlar, pechimiz sinmayapti. Bo'lmasa do'stlardan olamiz. A few moments later. Unga hammasini ko'rsatib qo'yaman. Menga do'stlarim 4 ta TNT berdi. Qanday joylashtiramiz aytaymi? 4 taning hammasi ham ketavermaydi do'stlar, biz atiga bitta ishlatamiz xolos.
burchakka qo'yamiz. Qarab turinglar do'stlar. Qani ko'rib qolmasmikan? Assalomu alaykum do'stlar, kelinglar olinglar, kelinglar. Ay, ko'rmaydi, aniq ko'rmaydi. Bitta sekin qo'yib, bitta o'zi yetadi. Hozir do'stlar sizlar bilan sekin, qani kuzatilik. Bo'lmasa do'stlar sekin portlatib boramiz. Voy. Qani do'stlar biz sizlar bilan. Voy, battar bo'lsin do'stlar. Qayta bunday ish qilmaydi. Uni qarab turishim. Bo'ldi, endi yo'qotavera, o'z tozalavera. Matlar ijtimoiy qilmayman, menga zarari. Va battar bo'ldi, tushundingmi? Oyna nima qilding? Nimalar qilib qo'yding? Kasodga uchratdik-ku. Menga farqi yo'q endi. Men o'zim ishimni qilaman. Do'stlar, endi boshqa iloji yo'q do'stlar. Iltimos do'stlar, like va obunani qizartirib qo'yinglar, iltimos sizlarni. Men sizlardan so'rayapman. Do'stlar, qani bo'lmish. Hosilimiz yana o'sha mo'g'ullikcha qolyapti, xudoga shukr. Biz turibmiz. Ko'ryapsizlar do'stlar, o'sha hosilimiz yana mo'l bo'lyapti. Borgan sari boy boryapman. Shuning uchun sizlar do'stlar, like va obunani bosinglar do'stlar, sizlarga ishonaman. Albatta men 1000 taga yetishimga ishonaman, albatta sizlar bilan. Uni sekin eshitib boshlaylik. Zira kartochka 2 minus albatta do'stlar. Böyle. Sekin do'stlar, sizlar bilan biz buni pullab kelaylik. Salom, qandaysan? Yaxshimisan? Ha, o'cha tovush qildingda talab. Ha, nima qildin? Ha, rushiteldi. Biznesini yo'qording-ku. Ha, endi uyqumni buzyapti o'zing ham bilding. Nima bo'layotganda qishloqda ta'minlayotganda bekor qilding shu ishingni. Hech nima qilmaydi. Yana qaytadan qurib olaveradi. Faqat uyim oldiga qurmasa bo'ldi menga. Ha, diqqatdan bilsam, sen uyingni joylashib olaveradi, sekin. Endi diqqatdan sanab bilmaysan. Ha, oldin ham qonimiz to'ygan, keyin ham to'yaveradi. Hech nima qilmay bo'pti. Ha, mayli keto. Do'stlar, ana yana birlashtirib oldik. Senin ketaverasizmi? Ana hali ham ketmadi. Nima, bilganmisiz? Salom. Eshigim qulfni qo'yib, yana zo'r o'rnay qilmasin menga. Telefon kundan kunga ko'payib ketyapti. O'zinglar bilasizlar, paxta bosishdi do'stlar. Ana qulflandi. Endi sekin YouTube'imizni ko'rsa ham bo'laveradi, qancha prosmotr bo'lyapti. Kirgan soatmi? Qancha prosmotr bo'lyapti, qancha tomosha qilib turaveradi. Soatam nechi bo'ldi? Yana 10 o'tib qoldi. Yomon uxlabmanmi do'stlar? Boshqacha. Amalga chiqsa yo'q. Qorong tushdimi tavba? Ha? Non. Nima bu? Do'stlar, nonim turibdi-yu. Ya, do'stlar, men qayerdaman?
Voy, men bitta o'zim qatga keldim. Kim bo'ldi? Kimdan iya bo'ldi? Jitel qasosini olibdi-da bir bo'lsa-da, do'stlar. Jitel, ha, uni bo'lmasa men uni topishim kerak. Men qishloqni topishim kerak. Bo'lmasa u menga tashlanib qolsa va menga ozgina pul kerak bo'ladi. Bo'lmasa biz qadrki ketishimiz kerak-da, do'stlar. Bu yoqqa ketamizmi? Jitel qilgan ishini qaranglar. Yo, bu yoqqa ketamizmi? Yo, bu yoqqa ketamizmi, ha, do'stlar? Ha, do'stlar, nima qilamiz bo'lmasa, ha? Voy. Ana qaranglar qilgan ishini. Aha, shuta Jitel non sotayotganda shu narsa oldidan ketgani. O'sha shu men o'sha uyimga yetkazar qishlog'imga, qadrdon qishlog'imga. Unda hamma yo'q boshqacha. Ha, do'stlar, bo'lmasa biza yo'lga otlandik. Like va buni qizartirish esdan chiqmasin do'stlar. Ne yo'da ming birga qilamiz. Voh. Mana uni qaranglar, nima qilgan? Nima bo'lmayapti? Va boshqa yo'ldan shuni esdan chiqarmasligim kerak. Gitti bo'lmasa biza do'stlar sizlarni. A few moments later. Ancha gap bo'ldi do'stlar. Yana ozgina sir kelyapti. Qishlog'im. Men qishlog'imga ko'rdim. Ha, ana bu hali ham o'sha turibdimi? Tiklab olibdimi? Uyim bilan ko'chirgan deb o'ylayotgandim. Uyim qopda yaxshi. Ana hali ham turibdimi-ki? Ancha bolilar ko'payib ketibdi, nonni ko'paytirib oldim. Agar oldidan olsam yana o'shanday hodisa bo'ladi. Uyda biz turib kiramiz bo'lmasa do'stlar biza. Ayni yaxshiroq sana. Ana qaranglar do'stlar. Bo'lmasa menga do'stlar kirgan. Olib turib do'stlar hozir uni bir boplaydi. Turibdimi hali ham? Mashtamada pistolet yaxshi. Sekin do'stlar pistolet tushib. Sekin astalik bilan boramiz. Qo'rqitib yubormaslik kerak. Salom, Jitel. Deyo, qilishsan yaxshimisan? Yaxshiligi yaxshi, nima meni ko'chirib yubording u yoqqa? Ha, sen menga xalaqit qilayotganding. Hozir peshonangdan darcha ochib qo'yaymi? Yo'q, meni kechir, iltimos. Sen kechirmayman. Bu holat yana qayta takrorlanadi. Bir marta buzib yubordim, qaytadan tiklab, hattoki men uyim o'sha yoqqa ko'chirib yuboribsan. Endi seni o'sha yoqqa ko'chiramiz, tushundingmi? Endi uzr kechirasan. Menga farqi yo'q. Shu sen o'sha yoqda paydo bo'lasan endi, tushundingmi? Noning tezda sotib yuborib ulgurdingmi? Ha, ozgina biznes qilayotgandim, o'zingda bilasan, kechirsang bo'ladi-yu. Yo'q, endi ham seni kechirmayman. Birinchida kechirgandim. Jitel, biz o'zingni ham olib kelib qo'ydimmi, ko'ryapsanmi? Qanaqa joy ekan? Battar bo'l, bundan battarga loyiqsan. Ha, Deyo, kechir meni. Kechirmayni endi vaqtliroq so'rash kerak edi. Endi kerak emas, tushundingmi? Ha, mayli bo'lmasa. Men ketdim. Do'stlar, u hali ham qarab turibdi. Do'stlar, sekin yo'lda buzib tashlaymiz, ishonasizlarmi? U topolmay qoladi qishloq. Yomon qattiq ekanmi do'stlar? Maydalanmas ekan pistoletdan.
A few moments later. Mana do'stlar, qishlog'imizga ham yetib qoldik. Shuning bilan do'stlar, bizning bu videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Buni bildirish maqsadi sizlar like va obunani qizartirib qo'ysalaring xursand bo'lardim do'stlar. Bo'pti bo'lsa do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Neo bo'ldi.